Yoni yoki adashdimmi men ham manzilda. Qo'llarim duoda, niyatim xolis, begona yurtlarni kezdim darbadar, maqsad tirikchilik, yo'l esa olis, jonga aro kirar to'nim har safar. Yayrab yashasin deb oilam shodimon, safarlarda o'tdi umrim bahori, necha yillar o'tdi egnimda hamon, egnimda to'kildi hatto ohori. Ham issiq, ham yengil yurishga qulay, ko'p yurtlarda bo'ldik, ko'pni tanidik, sovuqdan asragan to'nim har qalay, qaynoq bo'lmasa ham ona bag'ridek. G'amlardan bag'rimiz teshilgan, ammo hamon teshilmadi to'nim bus-butun, jonsiz bir buyum ham chidamli hatto, lek inson dunyoga bo'lolmas ustun. Musofirlik menga taqdir azalmi, yiroqman qadrdon oilam bag'ridan, yaqinlar mehridan boylik afzalmi, ortga qaytgim kelar kechib baridan. Hali hamon to'nga ehtiyojim bor, kiysam yodga tushar o'sha beg'ubor, baxtiyor yoshligim, xotiralarim, quvonchli kunlardan muqaddas yodgor. O'tmishda ko'rganim qoramidi oq, to'nim yolg'iz guvoh hayot yo'limdan. Yangisini sotib olaman, biroq ayrilgim kelmaydi eski to'nimdan. Yolg'iz qolganimda hamrohim edi, sovuqdan asrovchi panohim edi. Uning xizmatidan yayragan tanim, gar o'lsam eski to'n bo'lsin kafanim. Cho'lni obod qilgan kimning qo'llari, kimgadir baxt omad kulib boqmagan, inson bor g'aflatda o'tgan yillari, bir eski to'nchalik qadr topmagan. Qahraton qishlarda, uzoq safarda, yaxshilar uyidan topguncha qo'nim, yo'llarda, cho'llarda, shomu saharda, sovuqdan asragan qadrdon to'nim. Qadrdon to'nim. She'r muallifi Muqaddas Usmonova, she'rni muallifning o'zi o'qidi.